Tasavvur qiling, siz kompaniyangizdagi muhim bir aktivning qiymati keskin tushib ketganini aniqladingiz. Natijada ancha katta miqdorda zarar yuzaga keldi. Xo'sh, moliya mutaxassisi sifatida sizda darhol savol tug'iladi. Bu zararni qayerga, qaysi hisobotga yozish kerak? Bu zarar to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaning shu yilgi foydasiga ta'sir qiladimi? Yoki buni aks ettirishning boshqa yo'li bormi? Endi vaziyatni yanada qiziqarli qilamiz. Agar o'sha qadri tushgan aktiv avval qayta baholanib, qiymati oshirilgan bo'lsa-chi, unda nima bo'ladi? Agar shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak siz to'g'ri joydasiz. Bugungi tahlilimizda biz aynan shu kabi jumboqlarga xalqaro moliya hisoboti standartlari, ya'ni IFRS asosida aniq va tushunarli javoblar topamiz. Biz sanoat va ziyo kabi amaliy misollar orqali qadrsizlanish zararlarini moliyaviy hisobotlarda qanday qilib to'g'ri aks ettirishni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Bu darsimizdan so'ng siz nafaqat nazariyani, balki uni amalda bemalol qo'llashni ham o'rganib olasiz. Assalomu alaykum, qadrli moliya ixlosmandlari va xalqaro standartlarni chuqur o'rganayotgan do'stlar. Bugun biz siz bilan IFRS 36, ya'ni aktivlar qadrsizlanishi standartining eng muhim jihatlaridan biri zararni tan olish va hisobotda aks ettirishni o'rganamiz. Keling, bugun nimalar haqida gaplashishimizni qisqacha ko'rib chiqamiz. Avval zararni tan olishning oltin qoidalarini o'rganamiz, keyin bu qoidalarni ikkita korxona misolida sinab ko'ramiz va yaqinda bilimlarimizni birgalikda mustahkamlab olamiz. Xo'sh, IFRS 36 standartiga ko'ra qadrsizlanish zararini hisobotda aks ettirishning ikkita asosiy, men aytgan bo'lardimki, oltin qoidasi bor. Qaysi qoidani qo'llashimiz esa aktivning balansda qanday qiymati hisobga olinayotganiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Birinchi qoida: aktiv tarixiy qiymati hisobga olinganda. Bu eng sodda va tushunarli holat. Agar aktiv dastlabki sotib olingan narxida, ya'ni tarixiy qiymatida hisobda tursa, aniqlangan har qanday qadrsizlanish zarari bir yo'la foyda yoki zarar to'g'risidagi hisobotga xarajat sifatida olinadi. Bu degani zarar to'g'ridan-to'g'ri joriy davr foydasini kamaytiradi. Endi esa ikkinchi, ancha qiziqarli qoidaga o'tamiz. Bu aktiv qayta baholangan bo'lsa. Tasavvur qiling, siz ilgari aktiv qiymatini oshirgansiz va uning uchun maxsus qayta baholash zaxirasini yaratgansiz. Bunday vaziyatda qadrsizlanish zarari birinchi navbatda aynan o'sha zaxirani kamaytirishga yo'naltiriladi. Faqatgina zaxira to'liq tugagandan keyin zararning qolgani, ya'ni zaxiradan ortgan qismi foyda yoki zarar hisobotiga xarajat sifatida o'tkaziladi. Va yana bir juda muhim jihatni yodda tuting. Zarar tan olingach, aktivning yangi, pasaytirilgan balans qiymatidan kelib chiqib, kelgusi davrlar uchun amortizatsiya xarajatlarini qayta hisoblab chiqish shart. Buni unutmaslik kerak. Hurmatli do'stlar, agar ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, ushbu bilimlarni sizga berish uchun mehnat qilayotgan video ijodkorlari uchun like bosib qo'ying va bundanda sifatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Nazariya ajoyib albatta, lekin hammasi amaliyotda qanday ishlashini ko'rish undan ham yaxshiroq. Kelin endi bu qoidalarni ikkita aniq va hayotiy misolda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misolimiz sanoat korxonasi. Ularning uskunasi balansda tarixiy qiymatda, ya'ni o'zining dastlabki narxida hisobga olingan oddiy holat. Hisob-kitob juda ham oddiy. Ko'rib turganingizdek, uskunaning 10.500 so'mlik balans qiymatidan uning 9.500 so'mlik qoplanadigan qiymatini ayiramiz. Natija esa 1.000 so'm qadrsizlanish zarari. Va mana shu yerda eng muhim nuqta. Aktiv tarixiy qiymatda bo'lgani uchun bizning birinchi oltin qoidamizga binoan butun 1000 so'm miqdoridagi zarar to'g'ridan-to'g'ri xarajat sifatida tan olinadi va kompaniyaning sof foydasini kamaytiradi. Endi keling, ikkinchi, biroz murakkabroq vaziyatga o'tamiz. Bu Ziyo korxonasining misoli. Bu yerda vaziyat boshqacha. Chunki uskuna avval qayta baholangan va uning qiymati oshirilgan. Jadvalga diqqat bilan qarang. Umumiy zarar 200 million so'mni tashkil etyapti. Lekin biz shoshilmaymiz va ikkinchi qoidani eslaymiz. Bizda 10 million so'mlik qayta baholash zaxirasi bor. Demak, zararning bir qismini avval shu zaxira hisobidan qoplaymiz. Ko'ryapsizmi? Bu ikkinchi qoidaning amalda ishlashiga ajoyib misol. Zaxirani to'liq ishlatib, nolga tushirganimizdan so'ng, zararning qolgan 190 million so'mlik qismi foyda yoki zarar hisobotiga xarajat sifatida yoziladi. Foydaga ta'sir qiladigan summa 200 million emas, 190 million bo'ladi. Xo'sh, qoidalarni o'rgandik, misollarni ham ko'rib chiqdik. O'ylaymanki, mavzu ancha tushunarli bo'ldi. Endi esa navbat sizga. Bilimlaringizni bir sinab ko'rish vaqti keldi. Diqqat qiling. Bu siz uchun maxsus topshiriq. Navro'z korxonasining binosi bor. Uning balansdagi qiymati $1000. Qoplanadigan qiymati esa $700. Ya'ni umumiy zarar $300.
Shu bino bo'yicha $100 qayta baholash zaxirasi ham mavjud. Savol juda oddiy. Foyda yoki zarar hisobotiga xarajat sifatida qancha summa yozilishi kerak? Javobingizni hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. To'g'ri va eng tezkor javobni topgan dastlabki 3 ta ishtirokchining ismini keyingi videoda e'lon qilamiz. Fikrlaringizni kutib qolaman, keyingi videoda ko'rishguncha. O'ylaymanki, bugungi mavzuni yaxshi o'zlashtirdik. Lekin bu hali hammasi emas. Ba'zi aktivlar, masalan, bitta katta zavoddagi yuzlab uskunalardan faqat bittasi o'zi mustaqil ravishda pul oqimlarini yaratmaydi-ku, to'g'rimi? Xo'sh, bunday hollarda qadrsizlanishni qanday aniqlaymiz? Aynan shu murakkab va juda qiziq savolga biz keyingi tahlilimizda, ya'ni pul ishlab chiqaruvchi birliklar mavzusida javob topamiz. O'tkazib yubormang, bu yanada qiziq bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bilan bizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Biz bilim beramiz, sizdan esa ozgina e'tibor kifoya. Omon bo'ling,